Konimix tumani haqida gap ketganda 14 xil millat vakillari yashaydi. 9 kilometr 200. Yo'limiz asfalt bo'ldi. 5 gektar yer maydonida istirohat bog'imiz ishga tushdi. Ko'p qavatli uy-joylar qurilib foydalanishga topshirildi. Fontanlar qurilgan. Men mana shunaqangi bir sharoitlarni ko'rib, hozir biz shahardan kiyimiz yo'q, rivojlanib bormoqda. Xorij universitetlariga kirishdi. Bu katta yutuq deyman. Davlatimiz rahbari tashabbusi bilan mamlakatimiz bo'ylab keng quloch yoygan islohotlar, taraqqiyot, bunyodkorlikning qanoti eng olis hududlarigacha yetib kelmoqda. Birgina Navoiy viloyatining Konimix tumani haqida gap ketganda bir vaqtlar suruv qo'ylar to'dasi, faqatgina chorvachilik, bepayon keng dalalar ko'z o'ngimizda namoyon bo'lar edi. Bugun mana shu olis cho'l hududi shahar qiyofasiga kirgan va albatta bu yerda yosh-u keksa islohotlardan ilhomlanib, kuch, shijoatga to'lib mehnat qilib mana shu hududning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga o'zining munosib hissasini qo'shib kelayotgani rost. Bugun bu hudud mutlaqo yangi qiyofaga kirib, zamonaviy infratuzilma, obod mahallalar va rivojlanayotgan ijtimoiy hayot markaziga aylanmoqda. So'nggi yillarda tumanda amalga oshirilgan qurilish va obodonlashtirish ishlari natijasida yangi turar joylar, ta'lim muassasalari, tibbiyot maskanlari va xizmat ko'rsatish obyektlari barpo etildi. 2025-yilda tuman aholisini uy-joy bilan ta'minlash maqsadida davlat dasturlari doirasida xususiy tadbirkorlar hamda davlat dasturlari doirasida 92 ta xonadondan iborat 2 ta ko'p qavatli uy-joylar qurilib foydalanishga topshirildi. Shuningdek, 400 o'rinli amfiteatr binosi, 50 o'rinli kutubxona va tunu kun ishlaydigan 1 kilometrga yaqin ko'chalar yangidan qurilib foydalanishga topshirildi. Qurilish sohasida 400 ga yaqin ish o'rinlari yaratilishiga erishildi. Mana 2026-yilda bir qator ish rejalarimiz bor. Shu amalga oshiriladigan. Joriy yilda misol uchun tumanda 3 ta ko'p qavatli uylarning har biriga 20 xonadondan iborat 60 ta xonadon qurib foydalanishga topshirilishi erishiladi. Shuningdek, tumanning ijtimoiy-iqtisodiy ko'rsatkichlari ham sezilarli oshayotgani hudud taraqqiyoti va aholining farovon hayotiga ijobiy ta'sir ko'rsatyapti. Xususan, shu kungacha sanoat sohasida 155,2 milliard so'mlik daromad bilan 127,6%, qurilishda esa 13,9 milliard so'mlik natija bilan 181,8%, chakana savdo aylanmasida 77,9 milliard so'mlik foyda bilan 116,2% ko'rsatkichga erishildi. Xizmatlar hajmi esa 89,5 milliard so'mni tashkil etib, belgilangan vazifa 112,5% ga bajarildi. Ayniqsa ichimlik suvi, elektr ta'minoti va yo'l infratuzilmasini yaxshilash borasida amalga oshirilgan ishlar aholi turmush darajasini sezilarli ravishda oshirdi. Aynan Konimix tumanida ham tahlillar shuni ko'rsatadiki, bor yo'g'i 10 yoki 11% gina yo'llar asfaltlashtirilmagan va ular ham ayni paytda asfaltlashtirish ishlari olib borilmoqda. Bu ham bo'lsa islohotlarning qanoti yana bir bor aytaman, eng olis hududlargacha yetib kelayotganligidan dalolat beradi. Bu ham bo'lsa xalqimizni davlatdan, hayotidan mamnun, rozi bo'lib yashashga olib keladi. Prezidentimizning 2024-yilda oktyabrida 665-sonli qaroriga asosan dastur shakllantirib, 25-yilda 9 kilometr 200 metr yo'l asfaltlantirildi. 26-yilda 9 kilometr 500 metr yo'lda asfaltlashtirish ishlarini boshlab yubordik mana dastur asosida shakllantirib. Aholining uzog'ini yaqin, mushkulini oson qiluvchi, manziliga tez va xavfsiz olib boruvchi bu yo'llardir. Qishdagi loy, yozdagi chang ko'chalar o'rnini tekis va ravon yo'llar egallayotganidan konimixliklar xursand. Yaqinda tayyor bo'lgan yo'limizni misolida ko'rishimiz mumkin. Hamma qishda, yozda yo'lda yurishda o'zini noqulayliklardan xoli his qiladi. Bunaqa o'zgarishlar yoshlarni ham hayotga bo'lgan qiziqishini, hayotga bo'lgan ishtiyoqini baland bo'lishiga, yaxshiliklar sari o'zgarishiga sabab bo'ladi. Sababi insonni o'zgartiradigan muhit qanchalik yaxshi bo'lsa, inson shunchalik yaxshiliklarga intiladi. Yo'l sohasini isloh qilish joriy yilda ham asosiy e'tibor masala bo'lib, 2025-yilda tumanda umumiy 21 milliard so'mlik 38 kilometr uzunlikda avtomobil va ichki yo'llar ta'mirlanib, asfaltlashtirish ishlari olib borildi. Shuningdek, o'tgan yil davomida 132 kilometr uzunlikdagi ichimlik suv quvurlari joriy ta'mirlandi hamda ichimlik suv quvurlari mukammal ta'mirlashlari amalga oshirildi. 200 dan ortiq xonadon
hamda 1090 tadan ortiq aholi iste'molchilarni ilk bor markazlashgan ichimlik suvi quvuriga ulanib, ichimlik suvi bilan ta'minlandi. Elektr energiyasini ta'minotini ham aholining doimiy ehtiyoji sifatida hamisha diqqat markazimizda turadi. Shundan kelib chiqqan holda tumanda 2025-yilda 190 kilometr uzunlikdagi elektr uzatish tarmoqlari hamda 28 dona transformator punktlari mukammal ta'mirlash ishlari olib borildi. Shuningdek 315 kilometr elektr uzatish tarmoqlari hamda 82 dona transformator punktlari joriy ta'mirlash ishlari olib borildi. Shuningdek 2,4 kilometr elektr tarmog'ining yangidan tortilib 160 kilovatlik transformator punktlari yangidan o'rnatilish ishlari olib borildi. Ilgari cho'l manzarasi hukmron bo'lgan hududlarda bugun keng ko'chalar, yorug' chiroqlar va zamonaviy binolar qad ko'tarayotganidan konimexliklarning tili-yu dilida shukronalik, baxtiyorlik va shu aziz yurt uchun xizmat qilishga bo'lgan ishtiyoqni ko'rasiz. Mana Kenimoq audanida ko'plagan o'zgarishlar bo'lib o'tir. Әрине бұған қуанышымыз. Бұның бастығы президентimiz. Men Kenimoq audanining Guliston mahallasida turamын. Guliston mahallasining o'zinde, көшенің o'zinde o'zgarishlar o'ta ko'p bo'ldi. Yo'limiz asfalt bo'ldi. Bарлық көшелер asfalt bo'ldi. Shamchiraqlar жағылды. Tunda yurganda yo'lingni ko'rib өте bir көркем көшеменен өтетін болдық. Kenimoq ауданы егіншілік және шаруашылықпен шұғылданады. Әрине шаруашылыққа өтетін болсақ, біздің ел басшымыз, президентіміздің бұйрығына сәйкес Монғолиядан қой келді. Монғолиядан 7000 қой келу керек. Әрине бұл қуаныштымыз. Монғолия қайда, Kenimoq қайда? Мал шаруашылығынан келген қойларымыз туып, өсіп, өніп, төлдерін алып жатырмыз. Әрине бұған қуаныштымыз. Ең бірінші рет O'zbekistonimiz tinch bo'lsin. Yaxshi dam mehnatga hamdam deyishadi. Har bitta hududda bo'lgani kabi Konimix tumani markazida ham 5 gektar yer maydonida istirohat bog'i 2025-yilda qayta qurilishi, rekonstruksiya qilinishi boshlanib 2026-yilning mart oyida aholi uchun foydalanishga topshirildi. Va bu yerda ko'ryapmizki, himoya to'siqlari, yoshlar uchun alohida intellektual maydonlar, nuroniylar maskani, qolaversa eng asosiysi aholining xavfsizligini ta'minlash maqsadida kuzatuv kameralari bilan ham ta'minlangan fontanlar esa albatta o'zgacha bir kayfiyat bag'ishlaydi. Qolaversa tadbirkorlik subyektlar ham hali qurilishi davom etyapti. Bu ham bo'lsa, tashrif buyurgan dam oluvchilarga mana shu konimexliklarga yana bir yaxshi kayfiyat bag'ishlashga maqsad etilgan. Eng asosiysi mana shu Konimix tumanida bir yoqadan bosh chiqarib mehnat qilayotgan ko'p millatli xalqimiz aynan mana shu tuman markazidagi yangidan barpo bo'lgan mana shu istirohat bog'ida mazza qilib oilaviy kelib hordiq chiqarishlari uchun juda ham bir ajoyib maskanga aylangan. Bizda yaqindagina mana istirohat bog'imiz ishga tushdi. Juda ham chiroyli, ko'ngil ochar saylgohlar bor, o'rindiqlar bor. Hamma xursand. Shunday dorilamon zamonda yashayotganimizdan faxrlanamiz. Keksalarimiz doimo hurmatda, keksalarimiz doimo yoshlarga ta'lim tarbiya berishda o'zlarining maslahatlarini ayamaydilar. Hozir biz shahardan kemimiz yo'q. Hamma sharoitimiz bor. Masalan, men Nuraniyda kontorimiz bor. Masalan, biz haftada bir marta sport kunlarimiz o'tkazamiz, shaxmat o'ynaymiz, o'zimizcha. Bizning Konimeximizning qaysi tomondan kelsangizda ko'p qavatli uylar, hammasi oldinda ko'p qavatli uylarning atrofida balalar o'ynatın, o'yingohlar, dam olатын joylarimizga shekin bor. Yelatimizning sonday gullangan, yashlanganina quvonamiz. Sonday O'zbekistonda tug'ilganima maqtanish etaman. Осындай гүллеп отанымыз шайнай берсін. Және осындай ел атымызға көз тасталғаны үшін, мысалы, кам тәміліге айлаларға үйлер берді. Қандай екі қабатлы үйлер жасап қойған ішлеріне кірсеңіз, құрсант қаласыз. Мен және қуанамын осындай Өзбекстанда жасағаныма.
Albatta, inson qadri va manfaatlari ulug'langan, kundan kun chiroy ochib, taraqqiy etib borayotgan bag'ri keng yurtni sevmasdan, u uchun fido bo'lmasdan bo'larkanmi? Yosh u qari, barcha millat va elat vakillari jam bo'lib, tinchlikni, millatlararo totuvlikni, bag'ri kenglikni tarannum etayotgan konmehliklar qorachiqlarida ana shu vatanga bo'lgan cheksiz muhabbat va sadoqat porlaydi. Har bir soha vakili yurt taraqqiyotiga hissa qo'shishga intilib yashaydi. Yangi O'zbekiston maktab va maktabgacha ta'lim tashkilotidan boshlanadi deb aytsam, men adashmayman. Keniymek tumani xalq ta'limi qizil hududda turgan. 1 yil ichida bizlar qizildan chiqib yashilga o'tdik. Bu katta yutuq deyman. Maktablarimizga yangi rekonstruksiya, yangi qo'shimcha binolar, eng olis hududda 320 kilometrda joylashgan 32, 33, 11, 21, 13 maktablarga hozir kunda kirib borsangiz, men o'ylaymanki, Toshkent shahridan maktablar